Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, do'stlar. Guliston shahridagi Fayzli xonadonimizda chiroyli qilib bitkazib berdik. Biz YouTube, Instagram, TikTokga post joylagandik, video qo'ygandik. Bu joydan zakaz tushib qoldi. Bu xonadonga kelib, biz chiroyli qilib travertinlarni bitkazib berdik. Bo'lmasa, video obzorini boshlaymiz, bo'lmasa ketdik. Hozir do'stlar, bu ko'rib turgan travertimiz 01 travertimiz. Tagidagi gruntovkalar ham 01, однотонный, bir xil chiqqan, mana ko'rishlari mumkin. Hech qanaqangi travertinimizda defekt yo'q, lakimiz X-loy bo'lgan. Hech qanaqangi mana masalan ko'pchilikda ko'rishlari mumkin, laklarimiz izlari ko'rish mumkin. Operator bu tomondan olib ko'rsatadi, mana yon boshdan. Bu yon boshdan. Hech qanaqangi laklarimizni tutashgan, ulashgan joylari yo'q. Mana inshaalloh Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib berdik mana. Ko'rishlari mumkin. Ko'kaylarimizga keladigan bo'lsak, ko'kaylarimiz, tegalarimiz o'sha ko'kay bo'ldi. Bir sloy sepib, o'sha ikki sloy sepilgan, ikki sloy laklangan. Buni ham o'sha xizmatlari alohida bo'ladi. Unga hozir o'tamiz, navbat keladi. Bu obyektimiz общий 177 kvadrat chiqqan, 15 kvadrat o'tib berdik. Deraza romlariga o'tib berdik, 15 kvadrat. Travertinimiz shu o'zimizni ishonchli mahsulotimiz. Ko'pchilik aytishyapti, 70 mingdan material ichida qilib beramiz deyapti. 60 mingdan tushib ketdi, mana o'sha sezon boshlandi. Bu 70 ming so'mlik, 60 ming so'mlik materiallar farqi nimada desak, farqi shundaki, arzon loyda olib keladi, arzon mahsulotni olib keladi. Keyin 1-2 yil o'tib, 1 yil o'tib o'sha tashlab yuboradi. Bularni biz o'tgan videomizda qo'yganmiz. U o'sha 1 yil o'tgan, o'sha 70 ming so'mdan qilgan, 70 ming so'mdan qilgan videolari ham bor. Shunday akalar, bu arzon mahsulotga uchish kerak yo'q, foydasi yo'q. Arzon mahsulot uchadigan bo'lsa, hech qancha turmaydi bu narsa. 1 yil o'tib, 2 yil o'tib o'sha nochor ahvolga keladi. Xo'sh, bu nima deymiz endi? Videomiz yoqsa, bittadan like bosib, bittadan obunani bosib qo'yasizlar. Pastdagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Biz o'zimiz qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib bitkazib beraveramiz sizlarga. Sog' bo'lasizlar.